Salom do'stlar. Bugungi darsimiz kompyuterda programmalar bilan ishlash to'g'risida. Programma o'zi bu nima? Programma bu instrument. Real hayotda ham instrumentlar kerak bo'ladi. Misol uchun, muzika eshitish uchun magnitofon, kino ko'rish uchun televizor, rasmlarni pechatlash uchun esa printer kerak bo'ladi. Xuddi shuningdek, kompyuterda ham muzika eshitish uchun muzika player programmasi, videolarni ko'rish uchun video player programmasi, rasmlarni montaj qilish uchun esa montaj programmasi kerak bo'ladi. Programmalar programmistlar tomonidan yaratiladi. Men hozir sizlarga bitta programma misolida ko'rsatib o'taman. Uni uстановка qilib, u haqida tushuncha berib o'taman. Demak, boshladik. Misol uchun, mana bu yerda bir qancha programmalar bor. Siz programmani uстановка qilishda shu narsaga e'tibor bering-ki, programmalar exe fayl bilan nomlanadi va siz programmani uстановка qilganda exe fayliga ishonchani 2 marta tugmasini bosasiz. Mana programmani uстановка qilish uchun запустить tugmasini so'rayapti va запустить tugmasini bosamiz. Va programma uстановка qilishni boshlaydi. Programmalar o'zini uстановка qilganda o'zini shaxsiy papkasini yaratadi. Mana bu yerda inglizcha programma bo'lganingiz uchun I agree, men roziman degan tugmani bosamiz va bu yerda programma qaysi papkaga o'zini papkasini yaratishni so'rayapti. Siz buni o'zingiz o'zgartirishingiz mumkin, lekin biz tegmaymiz va install tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek programma uстановкасы ketdi. Programma C-diskning program files papkasiga o'z fayllarini joyladi. Ya'ni papkasini yaratib, o'ziga kerakli bo'lgan fayllarni o'sha papkaga joyladi. Hozir programma ishga tushadi. Ya'ni shuni aytib o'tamanki, programma yaratgan papkani aslo o'chirmang va undagi ma'lumotlarni boshqa bir joyga ko'chirish ham mumkin emas. Chunki programmangiz yaxshi ishlashi uchun programmangizdagi fayllar o'z joyida turishi kerak. Mana web kamera monitor programmasi ishga tushdi. Men buni sizlarga ishlatib ko'rsatmayman. Bundan chiqib ketaman. Va programma yaratgan papkani ko'rsataman sizlarga. Programma o'zining papkasini C-diskdagi program files papkasiga yaratgan. Bu yerdan shu programmaga tegishli bo'lgan papkani qidirib topamiz. Bu programma o'sha programma nomi bilan yaratilgan bo'ladi papka. Web kamera monitor degan papkani qidiramiz. Demak, nomi boshqacha ekan. Bu ham emas. Mana bu yerda topdik. Mana ko'rib turganingizdek programma o'z papkasini yaratgan. Va bu yerda o'zining programmaga tegishli bo'lgan fayllari mavjud. Bu fayllarni aslo o'chirmaslik va bu fayllarni boshqa bir joyga ko'chirmaslik kerak. Chunki programmangiz yaxshi ishlashi uchun programmangizdagi papkasidagi fayllar o'z joyida turishi kerak. Bu programmani o'chirish uchun esa biz kompyuterimizning panel управления bo'limiga kiramiz. Panel управления bo'limida удаление programma degan bo'lim bor. Shu yerga kiramiz. Va bu yerdan bizga kerak emas bo'lgan programmani tanlab o'chiramiz. Ya'ni hozirgi o'rnatgan programmamizni. Mana web kamera monitor. Bu yerda chiqonchani bir marta bosib turib, tepadagi удалить tugmasini bossangiz ham bo'ladi.
yo bo'lmasa sichqonchani o'ng tugmasini bir marta bossangiz udalить degan yozuv chiqadi va udalить degan yozuvni bosasiz. Va bu yerda sizga programmani to'liqligicha udalить qilishni so'rayapti va da tugmasini bosamiz. Mana programmamiz muvaffaqiyatli udalить bo'ldi. To'la komponentlarni, ya'ni programmani yaratgan barcha ma'lumotlarni o'chirishni so'rayapti. Ha deymiz. Mana internetga kirib ketdi. Demak, barcha ma'lumotlari o'chdi. Boyagi papkadagi yaratilgan barcha ma'lumotlari, program files papkadagi barcha ma'lumotlar mana bu yerdan o'chib ketdi. Boyagi papka yo'qoldi. Shu tariqa siz istalgan programmani uстановка qilib, shu tariqa o'chirishingiz va shu tariqa uстановка qilishingiz mumkin. Programmani ichidagi настройкasiga kirib o'zingiz sozlashingiz mumkin va programmada yaratgan o'zingizga shaxsiy papkalaringizni o'chirishingiz, ularni boshqa yerga ko'chirishingiz mumkin. Bugungi darsimiz programma to'g'risida edi. Qisqacha ma'lumot berib o'tdim deb o'ylayman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr do'stlar, salomat bo'ling.